بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi darsimiz Sifatus Safwa kitobidan davom etamiz. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh buyuk musaffo insonlar hayotlarini birma-bir zikr qilishda davom etib, birinchi o'rinda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam siratlari bilan qisqacha tanishtirib o'tdilar. Undan keyin eng buyuk sahobiy, islom ummatining payg'ambaridan keyingi eng ulug' insoni, eng ulug' mu'mini Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu hayotlari bilan tanishtirdilar. Undan keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan tanishdik, u kishining hayotlarini o'qidik. Undan keyin Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning hayotlari bilan ham tanishdik. U kishidan keyin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu hayotlarini ham qisqacha o'qib o'tdik. U kishidan keyin Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu ning hayotlari bilan ham tanishib o'tdik. Bugungi darsimiz inshaalloh Abu Abdullah Az-Zubayr ibn al-Awwam, Zubayr ibn Awwam radhiyallohu anhu hayotlarini qisqacha o'qib o'tamiz. Bu kishi Abu Abdullah Zubayr ibn Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab Quraysh qabilasidan. Onalari Safiya bint Abdul Muttalib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari, ya'ni Zubayr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ammavachcha, payg'ambarimizning ammalarining o'g'illari. Zubayr radhiyallohu anhu ham, onalari Safiya radhiyallohu anha ham islomni avval qabul qilgan sahobiylardan hisoblanadilar. Islomni birinchi bosqichlarida, birinchi kunlarida islomni qabul qilgan buyuk sahobiy va onalari ham buyuk sahobiya radhiyallohu anhum. Islomga kirganlarida Zubayr radhiyallohu anhu 8 yoshda bo'lganlar. Ba'zi rivoyatlarda 16 yoshda deyilgan, lekin ko'proq rivoyatlarda aytilishicha 8 yoshda bo'lganlar. Zubayr radhiyallohu anhu islomga kirganlarida amakilari bu kishini bir to'shakka o'rab, u to'shakni ichiga olov tutunlarini kirgizib qiynar ekanlar. Muhammadning dinidan qaytgin deb amakilari qattiq qiynagan ekan. Shunda Zubayr radhiyallohu anhu islomda sobit qadam turib, amakilariga qarata aytar ekanlarki, kufrga aslo men qaytmayman deb qat'iy javob berar ekanlar. Musulmonlarga qiynoqlar qattiqlashib, Makka mushriklarining tug'yoni haddan oshib ketganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bilasizlar, Habashistonga hijrat qilishga da'vat qiladilar. Habashiston podshohi adolatli podshoh, o'shanga borsanglar, to bizga Alloh taolo nusrat bergunga qadar diningizni o'sha yerda salomat saqlab tura olasiz deb da'vat qilganlarida, musulmonlardan bir qanchalari o'sha Makkada qattiq azobga duchor bo'lgan, qattiq qiynoqlarda qiynalgan musulmonlar Habashistonga hijrat qilishgan. Va bir marta hijrat qilingan, bir necha yil o'tib Makka ahli islomga kiribdi degan mish-mish xabar tarqalib, ahli Habashistonga hijrat qilganlar bunga ishonishib qaytib kelishadi. Qarashsa yolg'on xabar bo'ladi, aksincha Makka mushriklari battar tug'yonga ketgan bo'ladi. Yana qaytadan ikkinchi marotaba hijrat qilishadi, yana Habashistonga. Mana shu ikkita hijratda ham Zubayr roziyallohu anhu qatnashganlar. Ikkita hijrat qilgan sahobiylardan, Habashistonga 2 marta hijrat qilgan sahobiylardan. Undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil da'vat qilganlaridan keyin Makka ahlining tug'yoni haddan oshib, umuman islomga yo'l qo'yilmagandan keyin Madinaga hijrat qilganlarini ma'lum. Madinaga hijrat qilganlaridan keyin Zubayr roziyallohu anhu ham Habashistondan qaytib Madinaga hijrat qilib keladilar. Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin Zubayr roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida doim birga bo'lib, biron bir g'azotlardan, biron bir jihad g'azotlardan orqada qolmaganlar. Barcha janglarda qatnashganlar.
Zubayr roziyallohu anhu Alloh yo'lida birinchi bo'lib qilich ko'targan kishi deb laqablanadilar. Buning tafsiloti birozdan keyin keladi. Zubayr roziyallohu anhu juda ham shijoatli, baquvvat inson bo'lganlar. Badr jangida sariq rangli belbog'larini bog'lab islom lashkarlarining o'ng tarafida turib jihad qilganlar. Mujohidlarni Badrdagi sahobiy kiromlar jihad qilishayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni tartiblaganlarida Zubayr roziyallohu anhu o'ng tarafdagi qismga tushganlar. Zubayr roziyallohu anhu ana shu jangda juda shijoat bilan jihad qilganlari va o'zlariga bir sariq rangli belbog' bog'laganlari kofirlarni qo'rqitadigan bir ko'rinish bo'lgan. Shuning uchun ham mana shu jangda Alloh subhanahu va taolo sonlari ham moddiy kuchlari ham zaif bo'lgan musulmonlarga nusrat berish uchun, musulmonlarning qalblarini sobit qadam qilish uchun malaikalar yuboradi. Shu malaikalar Zubayr roziyallohu anhuning ko'rinishlarida, Zubayr roziyallohu anhuning qiyofalarida kiyimlariga o'xshagan kiyim bilan tushgan ekan. Toki mushriklarni qattiq qo'rqitish uchun va shu bilan birga bu Zubayr roziyallohu anhuga bu katta bir sharaf. Malaikalar shu Zubayr roziyallohu anhu shaklda tushishligi bu juda ham katta buyuk sharaf. Uhud jangida esa Zubayr roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga sobit qadam turib jon chiqqunga qadar jihad qilishga bay'at berganlar. Men o'lguncha urushaman ey Rasululloh deb bay'at berganlar. Bu yerda muallif rahimahulloh Zubayr roziyallohu anhuni ba'zi bir farzandlarini zikr qilib o'tyaptilar. كان له من الولد عبد الله وعروة والمنذر وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى أم الحسن وعائشة أمهم أسماء بنت أبي بكر. عبد الله عروة منذر عاصم مهاجر خديجة katta Khadija Hasan Oysha degan farzandlar bo'lgan. Bularning hammasi birinchi ayollari Asma bint Abi Bakrdan bo'lgan farzandlari. Keyin undan keyin yana boshqa farzandlari bor. Xolid, Amr, Habiba va Sauda va Hind degan yana bir necha farzandlari. Bularning onalari Ummu Xolid degan ayol. Bu ayol Xolid ibn Sa'id ibn al-Asning qizlari ekan. Yana boshqa bir ayollaridan Rabah bint Anif degan ayollaridan Mus'ab va Hamza va Ramla degan farzandlari bo'lgan. Keyin yana boshqa bir ayollaridan Ubayda va Ja'far degan farzandlari va yana Zaynab degan qizlari. Bularning onalari Ummu Kulsum. Bu Zaynab degan qizlarining onalari Ummu Kulsum bint Uqba. Va yana Xadija Sug'ro, kichkina Xadija degan qizlari bo'lgan ekan. Endi ba'zi bir rivoyatlarda kelishicha bu yerda aytmoqchilar. Zubayr roziyallohu anhu Talhaga mulohaza bildirib, Talha o'zlarining o'rtoqlari qayerda Zubayr zikr qilinsa, albatta u kishi bilan birga Talha zikr qilinadilar ko'pincha. Talha zikr qilinsalar, Zubayr birga zikr qilinadilar. Chunki bular bir-birlariga o'xshash, doim bir-birlariga juda yaqin do'st bo'lishgan. Talha roziyallohu anhuga hazil, mutoyaba sifatida mulohaza qilib aytar ekanlarki, Talha farzandlarini nomini payg'ambarlarning nomi bilan qo'yadi. Vaholanki u biladiki, payg'ambar kim edi boshqa? Muhammad alayhisalomdan keyin boshqa hech qanaqa payg'ambar kim edi? Lekin shunday bo'lsa ham u kishi payg'ambarlarning nomi bilan nomlayaptilar farzandlarini. Men bo'lsa sahobiy ikromlarning nomi bilan nomlaymanki, chunki ana shunday buyuk darajaga yetishi mumkin farzandlarim inshaalloh. O'shalarga yetishini umid qilib nomlasam, ana shunday darajaga yetishi mumkin. Ammo lekin payg'ambar nomi bilan nomlagani bilan baribir payg'ambar darajasiga yeta olmaydi degan ma'noda bir mulohaza bildirgan ekanlar. Lekin endi bu ijtihod, ya'ni yoki bir hazil, yolg'on hazil emas, rost hazil. Haqiqatan ham payg'ambarlar
tugagan. Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydi. Kim o'zini farzandini payg'ambar nomi bilan qo'ysa ham baribir payg'ambardek bo'lolmaydi. Ammo lekin yaxshi niyatda kimda kim farzandlarini payg'ambar nomi bilan nomlasa, albatta inshaalloh ularning barakotlaridan nasib qilsa ajab emas. Ana shunday payg'ambarlarning yo'llaridan yuradigan mu'min bandalardan, Allohning mu'min bandalaridan bo'lsa ajab emas. Xullas, Zubayr roziyallohu anhuni 11 ta o'g'illari bo'lgan ekan. 9 ta qizlari bo'lgan ekan. O'g'illarini hammasini qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, nomlari quyidagicha: Abdulloh, Urva, Munzir. Abdulloh ibn Zubayr bu kishi birinchi tug'ilgan farzand, islomda Madinada birinchi tug'ilgan farzand Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu. Ukalari Urva bu kishi tobiinlardan, Abdulloh ibn Zubayr sahobiylardan, kichkina sahobiylardan. Va bu kishi haqida fazilatlar kelgan, hali inshaalloh keyingi darslarda keladi inshaalloh. Va Urva bu kishi juda ham buyuk ulamo tobiinlardan. Urva ibn Zubayr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratlari va hadislari bo'yicha eng kuchli ulamolardan bo'lganlar. Va yana bir o'g'illari Munzir, keyingisi Osim, keyin Muhajir, keyin Xolid, keyin Amr, keyin Mus'ab, keyin Hamza, keyin Ubayda, keyin Ja'far. Bu Zubayr roziyallohu anhuning o'g'il farzandlarining nomi. Endi qizlari Xadija Kubro, Ummul Hasan, Oysha, Habiba, Sauda, Hind, Ramla, Zaynab, Xadija Sug'ro. 9 ta qizlar. Endi Zubayr roziyallohu anhuning fazilatlari haqidagi rivoyatlarni o'qiymiz. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh yozadilar: عن أبي الأسود قال: أسلم الزبير بن العوام وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة، وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار، وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. رواه الحاكم في المستدرك. أبو الأسود رحمه الله رواية قلب aytadilar: Zubayr ibn Avvom 8 yoshida islomga kirdi. 18 yoshida hijrat qildi deyaptilar. Va kana ammu Zubayr, Zubayrning amakisi yualliqu Zubayr fi hasir, bir to'shak bilan Zubayrni osib qo'yardi. Ya'ni to'shakka bog'lab, to'shakni tikalab, ya'ni Zubayrni shunga bog'lab qo'yardi. Va yudakhinu alayhi bin nar, va unga nar, olov bilan tutun kirgizib, olovning tutunini kirgizib, irji ilal kufr derdi. Kufrga qayt deb, ya'ni irji ilal kufr demaydi, balki irji an dini Muhammad dinidan qaytgin deb aytadi. Endi bu yerda o'sha bu kishi rivoyatchi irji ilal kufr deb aytadilar. Kufrga qayt deb aytardi deb. Fa yaqulu Zubayr radhiyallohu anhu aytadilar: la akfuru abadan. Men aslo kofir bo'lmayman deb rad berardilar. وعن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد إسلام أبي بكر كان رابعا أو خامسا. Zubayr Abu Bakr roziyallohu anhudan keyin 4-chi yo 5-chi musulmon bo'lib islomga kirganlar deb aytibdilar. Abdulloh ibn Zubayr rivoyat qiladilar, o'g'illari, ya'ni Zubayrning o'g'illari Abdulloh rivoyat qiladilar. Qala abi jama'a li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam abawayhi yawma Uhud. Dadalaridan rivoyat qilib aytadilarki, dadam aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud kuni menga ota-onalarini jam qilib, ota-onalarini menga fido qilib, meni jihodga chorladilar degan ma'noda Zubayr roziyallohu anhu o'zlari faxrlanib aytibdilar. Ya'ni faxrlanish bu yerda riyo qilish yoki maqtanish emas aslo, balki shu munosabat kelganda so'ralganlarida shuni javobini o'g'illariga, balkim o'g'illari so'raganda o'g'illariga javoban aytibdilar. Keyingi rivoyatda yana Abdulloh ibn Zubayr rivoyat qiladilar. قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أطم حسان، وكان يرفعني وارفعه، فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة. يعني بيردagi rivoyatda yana Abdulloh ibn Zubayr aytadilarki, Xandaq g'azotida
men bilan birga Amr yoki Umar ibn Abi Salama Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari saqlangan qal'ada Hasson qal'asida bo'lgan edik. Ba'zida Umar meni ko'tarardi, keyin men uni ko'tarardim. Maqsad shu devor tepasidan yahudiylarning Bani Qurayza qabilasi tomonga qarab kuzatib turardik. O'shalar xiyonat qilib bir fitna qilmasin degan maqsadda ularni kuzatib turardi. Shunda Umar meni ko'tarib turganda men dadam Zubayrni Bani Qurayza tomonga borib kelayotganliklarini ko'rdim dedilar. Ko'rardim. Borib kelib turardilar Bani Qurayza tarafga. Zubayr roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida Xandaq g'azotida qatnashgandilar dadam dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, Bani Qurayza tarafga kim borib keladi? Ya'ni bu Bani Qurayza yahudiylar. Bular Xandaq g'azotida xiyonat qilishgan. O'zi aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan yahudiylar oralarida, Madinada yashaydigan yahudiylar bilan sulh tuzilgan edi. Shunday sulh tuzilgandiki, kimki Madinaga bostirib kelsa, hammamiz birgalikda uni daf qilamiz degan ma'noda. Bani Qurayza yahudiylari bunga va'da berishgan, shunga ahd berishgan. Ammo lekin Xandaq g'azoti bo'lganda xiyonat qilishadi. Mushriklar tarafga o'tib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qirib tashlanishlikka yordam berishga harakat qilishadi. Mushriklarga yordam berishga harakat qilishadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yaramas xoin qabila tarafiga borib ularni kuzatib, ular nima qilyapti, qanday tayyorgarlik ko'ryapti deb kuzatib turishga albatta bir shijoatli, qo'rqmaydigan odam kerak. O'shaning uchun kim boradi deb aytayaptilar. Hech kim majburlamoqchi emaslar, chunki bu juda ham xatarli, katta mas'uliyat. Borsa o'ldirilishi mumkin o'sha tarafga yaqinlashsa. Shunday bir qattiq qo'rquv bo'lib turgan paytda kimdir borish kerak baribir. Bormasa birdaniga bir xiyonat qilishib, ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xandaq bu yoqda koylangan tarafda Madinani qo'riqlab turishgan paytda ular shundan foydalanib orqa tarafdan ichkariga kirib, Yahudi Bani Qurayzalar ichkariga kirib payg'ambarimiz ayollariga tajovuz qilish xavfi juda katta. O'shaning uchun bormasa bo'lmaydi. Bir kishi borib kuzatib turish kerak, borib kelib turish kerak. Shunda juda ham xatarli bo'lsa ham kim boradi degan ma'noda payg'ambarimiz chaqirdilar. Kim boradi deb. Abdulloh ibn Zubayr aytibdilar, dadalari haqida, otam jang tugab qaytganlarida u kishiga aytdim: "Ey otajon, men sizni Bani Qurayza tomonga ketayotganingizni uzoqdan ko'rib tanir edim. Borib kelayotganingizni ko'rib turardim", deyaptilar. Shunda otam aytdilarki: "Ey bolam", ya'ni Zubayr roziyallohu anhu o'g'illari Abdullohga aytibdilar: "Ey bolam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga ota-onalarini fido qilib, otam onam senga fido bo'lsin deb aytardilar." Ya'ni shunday o'zlarini ota-onalarini fido qilib shu buyuk jihodga chorlilar bormaymanmi degan ma'noda aytibdilar. Endi bu o'g'illari Abdullohdan kelgan rivoyat. Endi Jobir roziyallohu anhu, bu kishi katta buyuk sahobiylardan, Jobir roziyallohu anhu ansoriylardan, Madina ahlidan, shu kishi rivoyat qilib aytadilar: Xandaq kuni bo'lganda, Xandaq g'azoti jangi, ya'ni kofirlar, mushriklar bostirib kelishganda Madinaga, ular 10 ming askar bilan bostirib kelishgan. Madina ahli o'zi borig'i 3 ming bo'ladi xolos o'sha payt. Xandaq kuni bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mujohidlarga nido qilib, kim boradi dedilar. Ya'ni Bani Qurayzani kuzatib kelish uchun. Shunda Zubayr roziyallohu anhu o'rinlaridan turib, "Men" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytadan yana nido qildilar. "Kim boradi?" dedilar. Shunda yana Zubayr o'rinlaridan turib, "Men" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3-marotaba so'radilar, "Kim boradi?" dedilar. Shunda Zubayr roziyallohu anhu yana qayta turib, "Men" dedilar. Qayta 3 marta "Men" debdilar. "Men boray" debdilar.
Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir payg'ambarning havoriysi bo'lgan. Mening havoriyim Zubayrdir dedilar. Ya'ni havoriy payg'ambarga eng yaqin, payg'ambarni qo'riqchisi, ya'ni himoyachisi degan ma'noda. Ya'ni Said ibn Musayyib rahimahulloh, bu kishi buyuk tobiinlardan Said ibn Musayyib rahimahulloh aytadilar, Alloh yo'lida birinchi bo'lib qilich ko'targan kishi Zubayr ibn al-Awwam. Awwalu man salla sayfan fi sabilillah Az-Zubayr ibn al-Awwam. بينما هو بمكة إذ سمع نغمة يعني صوتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فخرج عريانا ما عليه شيء في يده السيف صلتا فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. Said ibn Musayyib rahimahulloh aytadilar, Alloh yo'lida birinchi bo'lib qilich ko'targan kishi Zubayr ibn Avvomdir. Chunki u kishi bir kuni Makkada, ya'ni Makka davrida, hali Madinaga hijrat qilinishdan oldin, islomning avvalgi yillarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatl qilindilar degan mishmishni eshitib qoldilar. Shunday bir mishmish, xavfli, achinarli bir mishmishni eshitdilar-da, darhol o'sha zahotiyoq shoshilib qilichlarini ko'targan hollarda ko'chaga otilib chiqdilar. Ya'ni qilichlarini ko'tarib juda qattiq g'azab bilan, kim ekan bu payg'ambarimizga qo'l ko'targan, payg'ambarimizni o'ldirmoqchi bo'lgan kimsa deb qilichlarini ko'tarib shoshilib chiqdilar. Ko'chada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashib qoldilar. Ya'ni bu gap mish-mish yolg'on edi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zubayrni bunday holda ko'rib hayron bo'lib, nima bo'ldi sizga ey Zubayr dedilar. Shunda Zubayr javob qildilar, sizni qatl qilishibdi degan mishmish eshitib qoluvdim dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar, agar shu mishmish to'g'ri bo'lib qolganda, to'g'ri bo'lib chiqqanda nima qilardingiz? Zubayr javob qildilar, aradtu vallohi an asta'rida ahla Makka. Makka ahlini bitta oldindan o'tkazmoqchi edim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zubayr roziyallohu anhuning Alloh yo'lidagi bunday buyuk shijoatlarini ko'rib xursand bo'ldilar va kishining haqqilariga duo xayr qildilar. Bu yuqoridagi rivoyatlar Zubayrning shijoatlari haqida edi. Endi Zubayr roziyallohu anhuning juda ham saxovatli inson, bor mol-mulklarni Alloh yo'lida xayr ihson qilib tashlaydigan saxovatli insonliklari haqidagi kelgan ba'zi bir rivoyatlarni bu yerda keltiryaptilar. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh qala an Nuhayk qala kana liz-Zubayr 1000 mamluk يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها درهم يقول يتصدق بها. وفي رواية أخرى كان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء. Nuhayk rahimahulloh aytadilar, Zubayr roziyallohu anhuning 1000 ta qullari bor edi. 1000 ta qullari bor edi Zubayrning. Shu 1000 ta qul Zubayrning mollarini aylantirib tijorat qilishardi. Zubayr roziyallohu anhuning boyliklarini shaharlarma aro yurib tijorat qilib yurishardi. Tuyalarda toshib, boshqa bir joyga borib, boshqa bir narsa sotib, boshqa bir shaharga kelib, Madinaga kelib, boshqa bir narsalar olib kelib sotib va hokazo. Ya'ni Zubayrning tijoratlarini aylantirib turadigan qullari. Shunda ana shu tijoratlaridan kelib turadigan, to'xtamasdan kelib turadigan foydalarini olib kelib topshirishganda Zubayr roziyallohu anhu qo'llariga tushayotgan ana shu boyliklarni uylariga kiritmasdan turib, uylariga olib kirmasdan kelishi bilan shunday tarqatib xayr ihson qilardilar. Boshqa rivoyatda kelishicha deyaptilar, har kecha qo'llariga keladigan mollarni taqsimlab tarqatib yuborardilar. Tarqatib bo'lganlaridan keyin uylariga qo'llarida hech narsa qolmagan holda kirib ketardilar. Endi shu o'rinda ba'zi bir odamlar noto'g'ri tushunadigan masala qullar haqida, qisqacha islomdagi qullar masalasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Ya'ni hozir Zubayrning 1000 ta qullari bo'lgan deyapti. Va boshqa sahobiylarda ham qullar bo'lgan, cho'rilar ham bo'lgan. Masalan, nima uchun islomda qul qilish degan narsa bor?
bu insonni xo'rlash emasmi degan g'arbliklardan kirib kelgan e'tirozga aldangan ba'zi bir chala musulmonlar bu masalani yaxshi tushunmasdan turib shubhaga tushib qolishadi. Bu haqida qisqacha aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda islom dini kelishidan oldin johiliyatda butun dunyo bo'yicha qul qilib olish, odamlarni nohaq o'ziga qul qilib olish, kim zo'r bo'lsa, kim kuchli bo'lsa, zaiflarni, kuchsizlarni o'ziga qul qilib olish odat bo'lgandi. Butun dunyoda zulm va zo'ravonlik tarqagan. Mazlum xalqlarni, mazlum odamlarni boy badavlat kimsalar, podshohlar, mansabdorlar o'zlariga qul qilib ishlatishardi. Islom dini kelib ularni hammasini deyarli ozod qilgan. Inson borki, uning karomati, o'ziga yarasha hurmati bor. Insoniylik sifatida barobar hamma. Lekin faqat bitta o'rinda Alloh taologa qarshi urush qilgan kimsalarni Alloh o'zi xorlash uchun qul qilishlikni yo'lga qo'ygan. Allohning shariati, bunga hech kim e'tiroz bildirishiga haqqi yo'q va tushunmasa nimaga bunaqa deb shubhalarga tushishga haqqi yo'q. Allohga taslim bo'lish kerak. Alloh taologa qul bo'lishga rozi bo'lmagan kimsalarni Alloh taolo o'zining mo'min bandalariga qul qilib qo'yadi. Faqat o'sha uning shartlari bor, muayyan bir sharoitda bo'ladi bu narsa. Ya'ni jihod qoyim bo'lib, ya'ni hatto qon to'kishgacha borasa-yu Allohning diniga qarshilik qilishdan to'xtamasa, ana shunday kimsalarni qul qilinadi. Ya'ni oddiy kofirlarni, oddiy mushriklarni, islomga qarshi bo'lmagan dinsizlarni qul qilinmaydi. Chunki islom dinida masalan kofirlar bir necha qismga bo'linadi. Islom davlati kofir kimsalarga, kofir davlatlarga bo'lgan munosabati bir necha tabaqali bo'ladi. Masalan, muahad orada islom davlati bilan boshqa bir kofir davlati o'rtasida ahd, kelishuv, ittifoq tuzilgan bir kofir davlat bo'ladi. Bu bir qismi. Xuddi shunga o'xshagan kofir davlat, muahad degan davlat bo'lganidek, kofir inson ham muahad bo'lishi mumkin. Bu bir qismi. Ikkinchi qismi ahli zimma. Zimma ya'ni islom davlati ichida yashaydigan g'ayridinlar. Yahudiy bo'ladimi, nasroniy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, islomga kirmaydi. Islom dinini qabul qilmaydi, lekin islom davlatiga qarshi chiqmaydi. Islom davlati ichida yashashga rozi bo'ladi. Ular ahli zimma deyiladi. Yana bir toifasi al-musta'man. Tinchlik so'ragan, tinchlik berilgan kofir. Ya'ni boshqa bir kofir davlatning fuqarosi islom davlatiga kirib chiqish uchun yoki islom davlatiga kirib bir tijorat qilib ketish uchun masalan kirsa ruxsat beriladi. Bu musta'man. Bunga tinchlik berish kerak. Unga hech kim tajovuz qilishga haqqi yo'q. Davlat rahbari ruxsat beradi. Qonunlar ruxsat beradi. Masalan, islom davlat qonunlari masalan. Musta'man. Endi mana shu toifaga kirmagan toifa kofirlar islom dushmanlari bo'lib, ochiqdan ochiq islomga qarshi urushganlar toifasi bo'ladi. Ya'ni islomga qarshi ochiqdan ochiq islomga dushmanligini oydin qilib, islom davlatiga qarshi urushsa va jihod bo'lsa, qo'lga tushsa, u odamlar asirga olinib qul bo'ladi. Bu qanday qilib qul bo'lib qolishligi haqida, ya'ni qul bo'lgandan keyin bu boshqa masala. Endi qul bo'lgandan keyin davlat rahbarining qo'liga, islom davlati rahbarining qo'liga o'tgandan keyin va musulmonlarning qo'liga tushgandan keyingi holati bu alohida bir uzun mavzu. Ya'ni qullar xoh kofir qul bo'lsin, xoh kofir qul bo'lib turib keyin islomga kirib qullik holida qolgan bo'lsin, bularning hammasiga go'zal muomalada, chiroyli xulq bilan, insof bilan, adolat bilan muomala qilishlikka buyurilgan farz. Qullarni qiynash, xorlash joiz emas. Shuning uchun mana hozir bitta misol bunga. Islom ahli naqadar ham rahmli, naqadar ham adolatli
va saxovatli bo'lishganligiga bitta misol, masalan, Zubayr roziyallohu anhu mana 1000 ta qullari birontasi masalan Zubayrning molini olib qochib ketmayapti. Tijorat qilyapti, har yerlarga borib, davlat boshqa shaharlarga, boshqa joylarga borib, balki islomning davlatining tashqarisiga ham chiqib tijorat qilib keladi, lekin Zubayr roziyallohu anhu ga bir dirham ham xiyonat qilmaydi. Nimaga? Chunki bularning islom ahli naqadar ham buyuk axloqli, adolatli ekanligiga qalbi xotirjam bo'lgan. Ba'zilari, aksariyati, ko'pchiligi islomga kirib ketgan. Ko'pchilik qullar, sahobiy kiromlarning qullariga qarasangiz, aksariyati islomga kirgan. Vaholanki bir necha kun oldin, bir necha muddat oldin, qisqa muddat oldin islom dushmani bo'lgan mana shular. Jihodda islomga qarshi urushganligi uchun asirga tushgan edi, lekin islom ahliga qul bo'lib, islom ahlining kimligini ko'rib, haqiqatan bular ahli haq, haqiqat va adolat egasi ekanligini ko'rib, qalbi, ko'zi ochilib islomni qabul qilgan. Shuning uchun ham islomni qabul qilgan qullar ozod qilinishligi fazilati haqida juda ko'p oyatlar va hadislar kelgan. Islomni qabul qilgan qullar ozod qilinadi. Alloh taolo shunday shariatlarni, hukmlarni chiqardiki, qarasangiz qul ozod qilish, tahriru raqabatin mu'mina, mu'min qulni ozod qilish deb ko'p oyatlarda keladi va hadislarda keladi. Va hatto ba'zi bir holatlarda mu'min bo'lmagan qullarni ham ozod qilinadi, balki ozod qilinishlikka qiziqtiriladi. Savobli ish bo'ladi. Agar islomning manfaatiga, islomning foydasiga bo'ladigan bo'lsa, albatta o'shalarni ozod qilish kerak bo'ladi. Hatto musulmon bo'lmasa ham. Agar uni ozod qilish ortidan islomga zarar kelish xavfi bo'lmasa, islomga zarar keltirish xavfi bo'lmasa, ozod qilinadi. Faqat bu mujohid kishi yoki mujohiddan boshqa bir oddiy musulmon sotib olgan bo'lsa, o'z puliga sotib olgan bo'lsa, bu qulni uni hech kim majburlamaydi, sen bu qulni ozod qilgin deb. Chunki Alloh bunga bergan huquq bu. Bu inson o'zida ayb, boshida islomga qarshi urushib, Allohga qarshi urushib, keyin Allohning bandalari qo'liga, Allohning mu'min bandalari qo'liga qul bo'lib tushib qolgan. Agar sabr qilib Alloh uchun va qilgan jinoyatlardan tavba qilib mu'min qul bo'lib vafot etib ketsa, ba'zi bir ozod insonlardan ham, mu'min musulmon bo'lsa ham, ba'zi bir ozod insonlardan ular iymoni zaif bo'lsa, bu qulni iymoni kuchli bo'lsa, Allohning huzurida eng ulug' bandalardan bo'lib ketaveradi. Alloh taolo qul bo'ladimi, ozod bo'ladimi, unga qaramaydi. Kim haqiqiy mu'min bo'lsa, inna akramakum indallohi atqakum deb qo'ygan. Sizlarning ichida eng ulug' banda Allohdan eng ko'p qo'rqadigan taqvoli bandadir. Shuning uchun bu masala to'g'ri tushunish kerak. Alloh taolo hammamizga o'zi foydali, manfaatli ilm va sof qalb bersin. Keyingi rivoyatga o'tamiz. Juvayriya rahimahalloh rivoyat qiladilar. قالت باع الزبير دارا له ب600,000 قال فقيل له يا أبا عبد الله غبنت قال كلا والله لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيل الله. Zubayr roziyallohu anhu hovlilardan bir hovlini 600,000 dirhamga sotib oldilar. Shunda u kishiga ba'zi bir yaqinlari aytishdiki, ey Abu Abdulloh, ya'ni Zubayrga aytishyapti, siz aldandingiz. Ya'ni 600,000 ga bu arzon, juda arzonga sotib yubordingiz. Shunda Zubayr roziyallohu anhu aytdilarki, aslo yo'q, aldanganim yo'q men. Qasam Allohgaki, yaqinda bilasizlar, men aldanmaganligimni bilasizlar. Bu 600,000 dirham hammasi Alloh yo'lida sadaqa dedilar.